Ona tilim, sen borsan cheksiz. Bulbul kuying she'rga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz. Men ham to'ta bo'lib uchaman. She'r Abdulla Arifniki. Til boylikda elniki, har o'g'il har qizniki. Xo'sh, hamma yig'ildimi? Mavzu o'tgan elniki. Qaysi tema? Tilniki. Yana o'sha problema. Bo'litsiya bo'ldi-ku. Ha, suhbatchilar qoldi-ku. Nima jajdangiz bor bizda? Nolishingizga olaymi, shu holingizga. Kasal bo'lmang, dard ko'rmang. Rahmat, bu uylancha tetikman. Tetik nima degani? Bittang o'zgarmabsan mashvaratdan beri. Mashvarat nima degani? Katta xolangni eri. Vechimaron ezarkan sizda. Qanday e'tibor sizga? Shu bir yilda bir kitob ilindimi qo'lingizga? Men вообще buzmayman tilni. Men tilga vнимательно. Mana vнимательный. Diqqatli deyiladi. Zato mana bir xilmi? Ha o'g'lim, zang bosgani shu bo'ladi. Farosat bilan aqlni essiz badavlat tilim. Bugun shuncha faqirmi, unutilib bormoqda. Eslang bir bor qayrilib, eslang sizga allalak, ertaklar aytganida, qachon oxirgi marta telefoningizdan bo'shab, ertak aytdingiz bolangizga? Men aytganman necha bor. Ya kalabo, rumyani bu. Men bo'g'irsoq, sufradagi umurpoq. Bu qanday ertak? O'rtoq. Da, ahvol juda chatoq. Endi masala bundoq. Tilimiz voyishi uchun adabiyotlar, nashriyotlar kerak. Bizni iltimos nima bo'ldi o'g'lim? Ma'rifat va til uchun doim kamarbastamiz. Yangi kitoblar bosib chiqarish ustidamiz. Bu nima kechikish? Ashparatga kelgandim. Bobom qotog'am bo'lgan. Men ham bobom deyman. O'zbek tili desa ko'ksimga mushlab tilimni sevaman. To ajal yetguncha qavrga boshlab. Yasha bor o'g'il bola, tilimiz o'lmabdi. Bilgandim shu tozadagi tilingni asragin dilbandim. Sendayin o'g'illar kerakdir vatanga, kerakdir har joyda.